Друзья, ну какой же праздник без наших чемпионов? И я с радостью вам представляю у нас в студии призер Олимпийских игр, чемпион Азии, чемпион мира Шахрам Гиясов. Здравствуйте, Шахрам. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Shahram, xush kelibsiz. Sizni ko'rib turgandan juda ham xursandmiz. Rahmat katta. Yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat o'zlaringizga ham, Sog' hammamizga. bo'ling. Sizni ko'rib turgandan juda ham xursandmiz studiyamizda. Шахрам, знаете, под Новый год все начинают подводить итоги. Каким же он был этот год для каждого из нас? Да? Каким он был для вас? Хорошим. Альхамдулилля, скажу за все. И у нас всегда бои, тренировки, подготовки, диета. Мы мало не бываем на родине. Очень мало бываем. Скучаю по родине, по нашим блюдам, по нашим традициям. Oshlarimizdan. Да, oshlarimız. Но bizani maqsadimiz bayrog'imizni baland ko'tarish, bizani maqsadimiz O'zbekistonimizni sport bo'yicha butun dunyo tanishi, bizani maqsadimiz kamarlarni hammasini O'zbekistonimizga olib kelish. Albatta. Mana shu maqsadlar uchun bizlar qadamma-qadam oldin boryapmiz. Mana shu maqsadlar uchun oilamizda kam bo'lamiz, O'zbekiston vatanimizda kam bo'lamiz. O'zimizni urf-odatlarimiz bilan birgalikda bo'la olmaymiz har doim. Faqat chet el mamlakatlarida biz, faqat mehnatda, dietalarda, yeyishga hamma narsa bor, lekin hamma narsani yeya olmaymiz. Dietani ko'p gapiryapti. O'zi nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz, Shahram? Hammasini yaxshi ko'raman. Osh, manti. Mana bu qizlarimiz qiz-o'da shu narsalar. Hammasini. Ana xamirli ovqatlar yaxshi ko'rar ekansiz, Hammasini yaxshi ko'raman, yemaganimga ancha bo'lib ketdi. O'sha mana shu xamir ovqatni. А разве сегодня, вот Новый год, а это разве не повод, чтобы сказать так, стоп, диету в сторону, и давайте второй порцию плова мне? Нет у нас такого. Ну, после боя, вот 2 недели я даю себе слабинку, и я кушаю. 2 недели, 10 дней максимум. А потом сразу уже режим, рано спать, рано просыпаться, тренироваться в день 2-3 раза. Постоянно диету держать, сладкое не кушать, жирное не есть. Постоянно на диете. Вот она как. Mana yaqinda Shahram jang bo'lib o'tdi. Мы болели. Da, juda ham tabriklayman. Rahmat kattaga. Nima deydi? Bundan-da yutuqlarga ko'proq erishing. Qanaqa bo'ldi? Har bir jangga chiqqanimda oxirgi jangda chiqaman. Shu qiz-o'da muxlislarga. Nimagaki biz bilmaymiz. Bitta udar hamma narsani ishlab qilishi mumkin. Siz ming zo'r bo'lishingiz mumkin, lekin ming undan kuchsiz bo'lishingiz mumkin. Lekin ringdagi bitta zarba hamma narsani nokaut qilishingiz mumkin-da. Yoki nokautga uchrashishi mumkin. Farqi yo'q u narsada. Kontrol qilolmay qoladi. O'sha uchun каждый бой как последний бой я выхожу. Каждый бой я не знаю, что будет дальше. Поэтому mani qilayotgan ishim riskda emas. Risk. Nimagaki bilmayman. Har bir qadamim risk. Tavakkal, Allohga tavakkal bo'ldi. Omadingizni bersin har doim. O'sha uchun chiqaman, o'zimning ishimni qilaman. Qanaqa mehnat qilganman, trenirovkalarda qanaqa mashqlarni qilganman, qanaqa упражненияларni qilganman, qanaqa mentalni ishlaganman, qanaqa taktika, variant, kombinatsiyalarni qilganman, o'sha ishlarni harakat qilaman ringga qilishga. Шахрам, а тогда, получается, у вас наверняка уже есть планы и есть вероятность того, что вы опять уедете из Узбекистана, да? Да. После Нового года сразу я улетаю в Штатах, потому что переговоры уже идут, контракты почти у нас есть. Если сейчас договоримся, скоро уже назначим бой. Yangi yilimizda. Yangi yilda уже kamida 2 yoki 3 jang bo'ladi, xudo xolasa, yangi yilda. Omadingizni bersin. Duo qilsangizlar nasib bo'lsa. Albatta. Butun O'zbekiston to'qib turadi, xudo xolasa. Albatta, har doim sizga balet qilamiz. Sizga kattakon rahmat tashrif uchun. Juda ham xursand bo'ldik kelganingizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Nima demak o'ylagan niyatlaringiz bo'lsa, hamisha o'sha niyatlaringizga yetib yuring va barcha muxlislaringizga shu yangi yil bilan tabriklab o'zingizni ilo so'zlaringizni aytsangiz. Rahmat kattagon. Я помню тот год, вы вот так сидели, общались, про будущее, про Нового года мы разговаривали, обсудили, какие будут наши планы. То, что мы говорили, то, что мы мечтали тогда, все сбылось. В этом году все планки, я сделал это, все мои планки. Альхамдулилля, скажу это за все. И следующее, вот то же самое желаем и пожелаем сейчас не только нам и вам, и всем нашим зрителям Узбекистану. Barchamizga yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yil, yangi baxtlar, yangi omadlar, yangi g'alabalar olib kelsin. O'zbekistonimizni bayrog'i yanada biz sportchilar yana balandga ko'tarib, doimo sha'nimizni himoya qilib, har doim oldinga intilaylik. Hammamizga baxt
salomat, sog' bo'linglar. Sizlarga ham omad. Xudo xolasa keyingi yilda mana shunaqa o'tirganimizda yana mana shunaqa suhbat qilib, keyingi yilgi planlarni so'rab, mana shu yil yaxshi o'tdi deyishimiz nasib qilsin. Rahmat. Tashrifingizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, omad tilaymiz.